jo'jalarni kuruk tovuq katta qilgani yaxshimi yo o'zingiz onasidan ajratib olib kuruk tovuqni suvga pishib kurkini ochirib yuborganingiz yaxshimi? Qaysidan tez foyda qoladi va tez katta bo'ladi? Keyin katta bo'lgandan keyin ham tovuqlar ularning farqi inkubator jo'jalar bilan kuruk tovuq katta qilgan jo'jalarning farqi va nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shular haqida gaplashamiz. Agar sizda kuruk tovug'ingiz bo'lsa, nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Mana bu kuruk tovuqqa qarang. Kuruk tovuq ozib ketgan, balkim bitlab ketgandir, balkim don kam beryapsiz u onasi bolalariga berib o'zi yemayapti. Siz o'tga qo'yib yuboryapsiz, lekin jo'jalariga narsa topib beryapti, o'zi yemayapti. Bu joy juda ham yaxshi, qarang, salqin joyda bolalarni o'tlatib, ona tovuqlar damab turibdi. Bu juda ham yaxshi tovuqni katta bo'lishiga, jo'jalarni katta bo'lishiga. Xohlagan paytda quyoshli joyga chiqib, qumbaniyasi qiladi, bolalariga har xil don topib beradi. Tug'aytgan tovuqlar esa bu yerda yeyotganini yeb, qumbaniyasi qilib, tug'ib ertaroq kurk bo'ladi. Ayniqsa mana shunday daraxtlar bor joyda, bog'da. Agar siz o'zingiz katta qilsangiz jo'jalar yerni timdalab o'ziga don topib yeyishi qiyin bo'ladi, tayyorga o'rganadi. Ona bilan katta bo'lgan jo'jalar juda hushyor bo'ladi. Onani bir og'iz g'uq degani bilan jo'jalar o'zini himoya qilishga o'tib, o'tlarni panasiga dashinadi. Har xil mushuklardan, qushlardan o'zini himoya qilishni o'rganadi. Bular ham ona tovuq o'rgatadi hamma narsani. Ona tovuq bilan katta bo'lgan jo'jalar tez kurk bo'ladi. Tuxumni tez qo'yib, tez kurk bo'ladi. Bu onadan hamma narsani o'rganadi. Agar siz o'zingiz onasidan ajratib boqsangiz, bu jo'jalar tayyorga o'rganadi. Tuxum qo'yganda ham tez kurk bo'lishi qiyin bo'ladi. Iloji boricha ona bilan katta bo'lgan tovuqlar bu yaxshi. Hamma narsani o'zi topib yeydi, yer timdalab, tayyorga o'rganmaydi, kasallikka immuniteti kuchli bo'ladi va tez katta bo'ladi. Bizlar tayyor berganimizdan ko'ra, bular qurt, qumursqa, tosh, o'tni qaysini terib yeyish kerak, o'zlari xohlab onasi terib berib yeb o'rganadi. Agar bizlar o'zimiz bersak, ular bizlar berganimizni yeb o'rganadi. Ona bilan katta bo'lgan jo'jalar juda ham pishiq jo'jalar bo'ladi. Tez katta bo'ladi, tez o'sadi, tez tuxumga kiradi va kasallikka chidamli bo'ladi. Siz videolarimda TikTok, Instagram, Facebook, YouTube kanalida to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalini yana bitta ochganman. Yangi kanalimga o'tib obuna bo'ling. Yangi kanalimda sizlarni kutib qolaman. Videolarni to'liq holatida yangi TikTok kanalimga qo'yib boraman. Avvalgi TikTok kanalimga esa ozgina qismini qo'yib boraman. U kanalimga o'tib obuna bo'ling, like bosing.